Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugun yana parallel kompyuter arxitekturasi va dasturlash fanidan navbatdagi ma'ruzamiz bo'lib o'tmoqda. Bugungi mavzuyimiz Flyent tasnifi, kompyuter arxitekturasi, turlari va ularning xususiyatlari haqida gaplashamiz. O'tgan darslarimizda albatta bularga qisqacha izoh berib o'tib ketgandik. Bugungi darsda to'laqonlik o'tishga harakat qilamiz. Ho'p, birinchi o'rinda Flyent tasnifi nima? Bu muallif Michael Flynn tomonidan 1966-yilda taklif qilingan tasnif va hozirgi kungacha o'sha 50 yil davomida, 50 yildan ortiq davomida shu tasnif qo'llanib kelmoqda. Ya'ni tasnifning asosi shundan iboratki, kompyuter arxitekturasi instruksiyasi va ma'lumotlar oqimi soniga qarab toifalash prinsipi. Ya'ni kompyuter va unga kelib turgan ma'lumotlar asosida albatta arxitekturani tanlash kerak deyapti. Ya'ni o'sha instruksiya va ma'lumot oqimiga qarab. Asosiy turlar bu yerda o'sha 4 ta fundamental turi bor. O'tgan darsda ham qisqacha aytib o'tgandik. Ya'ni SISD, SIMD, MISD va MIMD turlari va bular haqida bugun qisqacha va iloji boricha aniq faktlar bilan sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Top boshladik. Birinchisi SISD, ya'ni Single Instruction Single Date, ya'ni o'sha bitta protsessor, bitta amal, ya'ni bitta instruksiya oqimi va bitta ma'lumot oqimi. Ya'ni bitta oldingi kompyuterlarimizni agar esga oladigan bo'lsak, ma'lum bir bitta vazifani bajargandan keyin albatta keyingi vazifani bajariladi. Hozirgi kunda ham desktoplarimizda ham va рабочий stansiyalarimizda ham va ba'zi bir mini serverlarimizda xuddi shu nimalar bor. Ya'ni qanday? Bizda to'g'ri parallelizm ishga tushgan, lekin ma'lum bir vazifa bajarilib turganda albatta ma'lum bir vazifa ожидание, ya'ni kutish holatda kutib turadi. Bu yoqda esa o'sha vazifa bajarilmaguncha ikkinchi vazifaga o'tish nimasi yo'q. Bu arxitekturani eng zo'r afzalliklaridan biri bu osonligi, ya'ni dasturchi tomonga ham admin tomonidan ham juda boshqarish osonligi. Hozirgi kunda bu nimani qayerlarda qo'llanish mumkin? Ko'rishlar mumkin. Mana misol afzalliklari mana aytilyapti. O'sha qo'llangan sohalar oddiy ofis dasturlari, matn tahriri, kompilyatorlar, veb brauzer va ma'muriy tizimlar. Va asosiy juda sodda deyapti, juda oson deyapmiz, kam resurs talab qiladi, arzon narxda va qolgan arxitekturadagi qurilmalarga nisbatan albatta arzon narxda va mustahkam, ishonchli. Ya'ni xavfsizlik chorasidan ham juda kuchli. Ya'ni u как monolit tizimida bo'ladi. Endi cheklov ham bor. Albatta, katta hajmli ma'lumot qayta ishlash va murakkab parallel hisoblash vazifalari samarasizlik kuzatiladi. Chunki aytganimdek, katta hajmli ma'lumotlarda albatta ma'lumotlar oqimini boshqarish va ma'lumot oqimidagi ma'lum bir vazifalar bajarishda tutish holati juda cho'zilib ketishini hisobiga bu foydalanuvchi uchun juda noqulay arxitektura hisoblanadi. Ho'p, oddiy kompyuter tizimi blok diagrammasi, ya'ni qanday holatda protsessorning ko'rinishi bo'ladi. Xo'p, keyingisi CIMD, ya'ni Single Instruction Multiple Date, ya'ni asosiy bitta instruksiya bir vaqtning o'zida ko'p ma'lumotlar tatbiq etiladi. Bu hozirgi kunda ba'zi bir joylarda qo'llanmoqda, ya'ni o'sha instruksiya davom etyapti, faqat bu yoqda ko'p ma'lumotlar bilan ishlash. Ya'ni bu esa yuqori parallelni ta'minlaydi. Ya'ni bu yoqda o'sha yadrolar sonini hisobiga bo'lyapti. Ya'ni optimal vazifalar deyapti. Vektor matrisalarni hisoblashlarda, rasm, video ishlovida juda samarali natijalar beradi. Endi bunga misollar o'sha Cray superkompyuterlari, zamonaviy grafik protsessorlar, GCP protsessorlar. Cray superkompyuterlar haqida yana o'zimiz отдельный yana keyingi darslarda davom etamiz. Superkompyuterlar to'g'risida отдельный bitta darsimiz bor. O'shanda Cray superkompyuterlari nimaligini albatta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yoqda sizga tushunmaydigan atama bu DSP, ya'ni o'sha Digital Signal Processing, ya'ni ya'ni signal tarmoqlar bilan ishlaydigan protsessorlar ham o'sha Single Instruction Multiple Date'ga kiradi. Ho'p, CMDga misollar va afzalliklar, ya'ni o'sha grafik protsessorlar, GPUlarda video rasmlarni tezkor qayta ishlashda deyapti, 3D grafiklar yaratishda, o'yin instruksiyalar ko'p o'rnab parallel ishlash. Har bir protsess bir xil instruksiyadan turli ma'lumotlarga qo'llaydi. Ya'ni bitta vazifaligi instruksiyali protsessorlar o'sha ma'lum bir enta количество ma'lumotlarni albatta o'sha sohaga oid ma'lumotlarda birdaniga ishlash imkoniyati bor deyapti. Yuqori unumdorga albatta ma'lumotlar parallel
vazifalar uchun juda yuqori parallel va tezlik ta'minlaydi. Ayniqsa ilmiy hisoblashlarda. Cheklovlar ham albatta bo'ladi. Har bitta qurilmani moslashuvchanlik muammosi, ya'ni turli instruksiya bir vaqtda bajarish qiyin, chunki barcha yadrolar bir xil instruksiyani bajarishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, hamma turli instruksiyani bir vaqtda birdaniga bajarish qiyin. Sababi bilamizki, yadrolar protsessorimiz orasidagi yadrolar albatta ma'lum bir yo'nalishga yo'naltirilgan bo'ladi. Shuni hisobidan shuni hisobidan hamma yadroga bir xil instruksiya berib bo'lmaydi. Mana shu moslashuvni muammo. Cheklanganlik xolos. Ya'ni faqat ma'lumot parallel vazifalar uchun mos, shartli operator, murakkab algoritmlar bilan ishlash qiyinchilik. Ya'ni aytilyaptiki, bu yerda именно parallel vazifalar bajarishda ma'lumotlar ishlashda bu arxitekturamiz ideal hisoblanadi. Lekin уже logistika operatorlarda va murakkab algoritmlarda уже muammolarga kelib chiqadi. Ya'ni xotira chegaralar, katta hajmli ma'lumotlarni saqlash va ularga tezkor kirish masalalari mavjud deyadi. Zamonaviy GPU arxitekturasi, ya'ni o'sha Nvidia deymiz AMD GPUlarni hozirgi arxitekturalarni bitta instruksiya minglab yadrolar orqali ko'p ma'lumotlar oqimlariga bir vaqtda taqdim etish ko'rsatilgan. Xo'p, MISD ya'ni Multiple Instruction Single Date, ya'ni ko'p instruksiya, ma'lumot bitta. Ya'ni bu yerda aytgandek ko'p instruksiyalar bunda bajariladi. Eng kam qo'llangan arxitektura turi. Ya'ni bilamizki, bizda ko'p instruksiya bo'lgandan ko'ra, bitta instruksiya ko'p data bilan ishlash bizga qulayroq bo'ladi. Amaliyotda juda kam qo'llaniladi deb bekor aytilmayapti va maxsus tizimlar xatolikni aniqlash, ishonchlikni oshirish uchun ba'zi maxsus tizimlarda ishlatiladi. MISD arxitektura asosan xatoliklarni aniqlash va tizim ishonchligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan, ammo tijorat maqsadida kam qo'llaniladi. Ya'ni ma'lum bir sohalarda именно shu texnik sozlamalarni tekshirish uchungina, ya'ni biz shunaqa atamalarni eshitganmiz, testirovщик. Endi testirovщикni biz asosan nima desa bo'ladi, dasturlash texnologiyasiga oladigan bo'lsak, ba'zi bir sanoat korxonalarida o'sha xatoliklarni kuzatish uchun albatta shu MISD arxitekturasidan foydalanadi. Mana oddiygina misol berilyapti. Nazariy qo'llanish, ya'ni xatoliklarni aniqlash, algoritm ma'lumotlarni tahlil qilish uchun turli usullar, ishonchlilik testlar. Cheklovlar, murakkab dasturlash modeli, yuqori xarajat, cheklangan samaradorlik va texnik qiyinchilik. Endi arxitekturlarimiz borgan sari, rivojlangan sari eng katta muammo boshlandi, murakkab dasturlash modeli. Xo'p, nimaga murakkab dasturlash modeli deyapmiz? Ya'ni dasturchilarimiz qaysi bir sohada ishlash olib bormoqda. Hozirgi kunda ishlash olib borgani hisobiga, albatta, ular ma'lum bir yo'nalish bo'yicha mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin именно parallelizm bo'yicha, ya'ni qo'shimcha ko'nikmalar, qo'shimcha bilimlar, endi yuqori xarajat. Albatta, bunaqa protsessorli arxitekturalar bozorda kam talab bo'lgani uchun uni ishlab chiqarish ham kamroq bo'ladi. Bu degani kam va konkurensiya soni, ya'ni raqobat kamligi hisobiga, talab kamligi hisobiga cheklangan samarador. Keyingisi yuqori xarajatlar, cheklangan samaradorlik, ya'ni o'sha ma'lum bir texnik tomondan texnik qiyinchilik, ya'ni buni bironta katta ma'lumotlar bilan katta proyektlarni realizatsiya qilishda ozgina kamchiliklar bo'ladi. Mana bu yerda oxirida muhim eslatmada ham e'tibor bergan bo'lsam yozib qo'yibdi. MISD arxitekturasi Flying tasmini to'liqligini ta'minlash uchun kiritilgan bo'lsa-da, deyapti, amaliy jihatdan eng kam foydalanadigan turlardan biri hisoblanadi. MIMD, ya'ni Multiple Instruction Multiple Date, ya'ni eng moslashuvchan arxitektura. Har bir protsessor o'zining mustaqil instruksiyasi va ma'lumot oqimiga ega bo'ladi. Nimani asosdan bu narsaga ega bo'lishi mumkin? Ya'ni birinchi o'rinda protsessorlar soni, ya'ni mnogoyaдрный, ya'ni ko'p yadroli va ko'p protsessorli tizimlar deyiladi. Ko'p protsessorlar soni. Protsessorlar bir-biridan mustaqil va turli tezlik. Ya'ni har bitta protsessorning o'zini xotira maydoni, o'zini instruksiyasi bo'ladi. Zamonaviy misollar ko'p yadroli protsessorlar, server klasterlar va superkompyuterlar ham bo'lishi mumkin. Keyingisi MIMD turlariga o'sha shared memory, distributed memory, ya'ni birgalikdagi xotira va tarqatilgan xotira. Ya'ni buni yana parallelizmga oladigan bo'lsak, buni birlamchi xotira va распределённый xotira va umumiy xotira degan bo'lsak, UMA va NUMA algoritmlarni deymiz, arxitekturalarni ham misol keltirib, shared memoryga o'sha barcha protsessorlar umumiy xotirada ishlatadi. Misol uchun
A, ya'ni yo bitta protsessorlar bir qancha enta kolичество sondagi protsessorlar bitta xotiraga murojaat qiladi yoki ko'p yadroli protsessorni bitta xotirada murojaat qilishini misol keltirishimiz mumkin. Bitta endi aniq bitta firmalar, ya'ni Sun Microsystem serverlari yoki IBM SMP tizimlari deyapti va albatta ko'p yadroli shaxsiy kompyuterlar. Distributed memory, ya'ni tarqatilgan распределённый xotira, ya'ni har bitta protsessorni o'zini xotira tizimi bor. Bunga oddiy endi misol o'sha klaster tizimlari, super kompyuterlarni ham misol keltirish mumkin. MIMD afzalliklari qo'llanilishi, ya'ni super kompyuterlarda qo'llanilmoqda va nimaga MID? O'sha ko'p instruksiyali va ko'p data bo'lgani uchun bilamizki, super kompyuterlarni juda katta enta количество datalar bilan ish olib boradi. Juda katta muhim vazifalar, ya'ni ilmiy vazifalar, baribir ma'lum bir sohaga tegishli vazifalar qo'llaniladi. Shuning uchun albatta unga global urovendagi zamonaviy va albatta masshtablanish imkoniyatiga ega bo'lgan arxitektura kerak bo'ladi. Ma'lumotlar markazi, ya'ni data centerlarimizda ham MIDM ishlaydi va parallel dasturlashda ham. Ya'ni faqat biz texnik tomondan emas, albatta dasturlash tomonidan ham, softver, hardverni gapirib turgan bo'lsak, softver tomonidan ham albatta bu texnologiyalarni, bu arxitekturalarni qo'llash mumkin. Xo'p, zamonaviy ko'pyarli protsessor tarqatilgan xotira tizimi har bir tugun mustaqil protsessor deyapmiz. Ya'ni hali hozir aytib o'tgandek, bundan oldingi slaydlarda har bitta protsessorning o'zini xotirasiga ega, yuqori tezlikdagi tarmoq orqali bog'lanadi. Endi tarmoq orqali bog'lanadi yana bitta narsani tushunishimiz kerakki, bu biz o'ylagandaqaligi oldin eslanganda bo'lsa, desktoplarda shleflar orqali, kabellar orqali bog'lanadi. Yo'q, protsessorlarda o'zini xotirasi bo'lgandan keyin ma'lum bir shinalardan foydalanadi. Endi to'g'ri, bu yoqda ham ozgina cheklovlar bor. Ba'zi bir standart shinalar bor. Ya'ni o'tkazish потокlar пропускная способностьda o'tkazish imkoniyati pastroq bo'lishi mumkin. Ma'lum bir shinalarimiz bor. O'tkazish standarti juda katta bo'ladi. Bu albatta siz xarid qilgan yo siz foydalanib turgan hisoblash resursini imkoniyatiga qaraladi va eng asosiysi siz ma'lum bir qurilmani sotib olishdan oldin albatta siz qiladigan vazifa nimalarga bog'liqligiga qarab turib bu yoqda oddiygina tablitsa ko'rsatilyapti. Solishtirma tablitsa. Misol uchun mana SISD bilan SIMD ni instruksiyalarini ko'ryapsiz. Ikkalasi ham bitta instruksiya, lekin ma'lumotda уже ko'p. SIMD ko'p ma'lumotlar bilan ishlaydi. Misollar o'sha GPU vektor protsessorlar, yuqori parallel kam moslashuvchi. MISD instruksiya yo'q, bitta ma'lumot. Ya'ni xatolik ko'p nimalarda ishonchlilik juda kam qo'llaniladi. MISD ko'p, ya'ni hamma tomonidan moslashuvchan kuchli murakkab dasturlashtirilgan. Ya'ni agar sizga soddalik, arzon narx kerak bo'lsa, albatta SISD ga olasiz yoki sizga parallelizm bo'lsin, lekin misol uchun MIMD ga imkoniyatingiz bo'lmasa, SIMD sizga taklif qilinadi. Lekin siz ma'lum bir yo'nalishda ishlaysiz, o'sha spetsifikatsiya ma'lum bir xatoliklarni nazorat qilish, texnologiyalarni nazorat qilishga olib keladigan arxitektura kerak bo'lsa, albatta MISD arxitekturasiga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Client tasnif tarixi, ya'ni 66-yilda chiqarilgan deyapti. 80-90 superkompyuter parallel hisoblash tizimlarida rivojlanish boshlangan, ya'ni 90-yillarda superkompyuterlar paydo bo'lgan. 2000-yillarga kelib turib ko'p yadroli protsessorlar paydo bo'lishi, GPUlarning keng qo'llanishi, ya'ni o'sha ko'p yadroli protsessor GPUlarning protsessorlariga hozir yadrolar sonini hisobi va hozirgi kunda albatta biz cloud sistemasini, sun'iy intellekt tizimini, big data texnologiyasini eslamasligimiz iloji yo'q. Client tasnif zamonaviy, ya'ni o'yin industriyasida hozir ishlamoqda, sun'iy intellektda xavfsizlik tizimlari va bulutli endi biz hozir sun'iy intellekt, bulutli hisoblashlarda qisqacha aytib o'tdik, lekin o'yin industriya. Hozir e'tibor bersangiz, GPUlar, ya'ni o'sha videokarta SIMD asosida ishlaydi, ya'ni video o'yinlar real vaqtda yuqori sifatli grafiklar yaratish uchun yaratilgan. Bu yerda bilamizki, hozirgi o'yin talablari, onlayn o'yinlar talablari imенно grafический bo'lyapti. Endi xavfsizlik tizimlarini oladigan bo'lsak, MISD prinsip xatolikni aniqlash va tizim xavfsizligini ta'minlash o'z o'rniga ega deyapti. Endi MIMD ga oladigan bo'lsak, sun'iy intellekt. Sun'iy intellektda, ya'ni o'sha machine learning, deep learning algoritmlar, GPUlar va MIMD AED klasteri orqali samarali ishga tushiriladi.
Sababi bitta GPUni o'ziga agar nagruzka beradigan bo'lsak, kuch beradigan bo'lsa, GPU ham juda katta ob'yom bo'lgani bilan, juda ko'p yadrolar soni bo'lgani bilan ma'lum bir vazifalar kelganda albatta qiynalib qolishi mumkin. O'shaning uchun uni albatta gibridniy variantda, ya'ni kombinatsion variantda ishlatish kerak bo'ladi. Bulutli hisoblar cloud sistemasi, ya'ni o'sha MIMD arxitekturasida bulut xizmatlarini asosiy rol chunki minglab virtual mashinalarni boshqarish imkoniyatini olib keladi. Tasnif bo'yicha o'rganish natijalari, ya'ni asosiy arxitektura 4 ta yillik tajriba, ya'ni yarim asrdan ortiq odamlar bu tasnifdan foydalanishyapti va eng zo'r arxitektura aytganimdek MIMD 100% zamonaviy kompyuter tizimlari MIMDdan nima qilinadi. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, albatta Flying tasnifi keyinchalik ham yaqin taxminimiz bo'yicha yaqin 50-100 yil, bir asr davomida yana bu standartlar saqlanib qoladi. Albatta, texnika rivojlanishi va zamonda fanlar rivojlanishi asosida yangi arxitekturalar ham paydo bo'lish imkoniyati bor. Xo'p, asosiy beradigan ma'lumotimiz shundan iborat edi. Agar albatta savollaring va takliflaring bo'lsa, pochta orqali yoki platforma orqali bizga yo'llashingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.